Assalomu alaykum aziz muxlis, Show Business Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Sardorga, Dubayga, Qashqadaryodan posilka keldi. Sardor, nima qilyapsan? Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Kamera yaqinroq olib keling. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Onam yopgan issiq nonlarni. Qashqadaryo tandirlarni. Voy, buni qarang-da. Yog'dan o'rib ketibdi. Lekin svejiy. Qashqadaryodan Qashqadarinskiy bo'rilar uchun qovurg'asidan 10 kilo bitta qo'chqorni suydirib mana olib keltirdik. Bugun 22:00 O'zbekiston vaqti bilan Qozog'iston va Armeniyaga qarshi qattiq batl oldidan O'zbekistondan dastavkalarimiz yetib keldi. Nasib bo'lsa hammani kutaman. Mana shu videoni maksimal likelar, podelitsalar, reportlar bosib, podpiska bosib 22:00 da hammani kutaman. Videoni kommentariyasiga legendarniy tog'alarni hammasini belgilab qo'yinglar. Tandirga keling.